o't, hashish, somon, poya maydalashda yangi turdagi lentishniy, zavodskoy hamda universalniy drabilkalarimizdan do'konimizga yetib kelgan. Hozirgi video obzorimizda shu drabilkalarimiz haqida to'liq ma'lumotlarini, narxlari bilan yoritib beramiz. Hoziroq akalar shu videoyimizga bittadan like bosib turib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib, do'konimizdan 15-sentyabrgacha kelib, luboy bitta drabilkani xarid qiladigan bo'lsalaring, akalar mana shu 100 ming so'm pulni xohlasalaring qo'shib beramiz akalar, xohlasalaring narxidan 100 ming so'm skidka qilib beriladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Oddiy lentishniy drabilkamiz 3-4 xil variant hamda bunaqa universalniy zavodskoy drabilkalarimiz sizlarga to'liq obzorlarni qilib beramiz. Xohlaganlar uchun Makkani o'zagidan ajratib beradigan drabilkalarimizdan ham yetib kelgan. Ko'rishlar mumkin. Xo'p, bu drabilkalarimiz akalar soatiga 1 tonnadan 1,5 tonnagacha makkalarni o'zagidan ajratib berish uchun mo'ljallangan. Manzil lokatsiyalari Marg'ilon hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni. Motor qismlari 3,5 kilovatli original motorlar bilan jihozlangan. 220 volt tokka ishlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Mana ko'rishlar mumkin tepchoqlarni. Narx-navolarni obunachilarimiz uchun $250 dan dastavka xizmatlari bilan qilib beriladi akalar. 6 pichoqli drabilka so'ragan mijozlarimizga 6 pichoqli variantlarimiz kelgan. Xitoy zavodskoy variantda bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Bu drabilkalarimiz qo'l, quruq, poya, somon mahsulotlarini maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan bez lentali variantda bo'ladi. Bizda faqat zavodskoy drabilkalar, ko'rishlar mumkin. Motorlari ham anchagina sifatli original motorlar bilan jihozlangan holatda bo'ladi akalar. Xo'p, skorslari oldiga 2 ta, orqaga bittadan skorslar bor, zatli xotlari. Pichoqlarda har bittasi pechati bor original variantidan. Bir tomon o'tmas bo'ladigan bo'lsa, bemalol ikkinchi tomonlarni aylantirib turib foydalanib ishlatsangiz bo'laveradi. Narxini obunachilarimiz uchun 2 million so'mdan skidka aksiya narxlarida tarqatib yuborilyapti akalar. Xitoy zavodskoy variantda. Endi ukam bizga sifatlirog'idan bo'lsin, mahsulotlarni maydaroq maydalaydigandan bo'lsin degan mijozlarimiz uchun lentishniy zavodskoy variantlarimizni 3 xil variantidan do'konimizga olib kelib berganmiz. Kentavr firmasidan kichik variantdagi, katta hamda o'rtali variantdagi drabilkalarimiz kelgan. Xo'p, bu drabilkalarimiz Kentavr firmasidan lentishniy variantda bo'ladi. Lentasiga tashlaysizlar, o'zi avtomatik tortib, maydalab chiqazib berish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, pichoqlarida pechatlari bor, original variantidan. Ichidagi pichoqlari ham bu drabilkamizda anchagina ko'p holatda bo'ladi. Xo'p, lenta legirovkalari pastki tomonida bor. Oldi pichoqlari 8 qatorli, ko'rishlar mumkin. Skorslari bor. Tortib berish shneklari ham qalin variantidan, yonbosh remen shiflari ham qalin butun variantidan bo'ladi akalar. Xo'p, pichoqlari, o'rta pichoqlari ham, oldi pichoqlari ham maslinli variantda, ya'ni moyli variantda. Masalan, moylab ishlatadigan bo'lsangiz, aborot baland ham bo'ladi. Undan tashqari sizlarga anchagina sifatli xizmat qilib beradi. Bu Kentavr drabilkalarimizni obunachilarimiz uchun 3 million 500 ming so'mdan qilib beramiz. To'liq ma'lumotlarni pastki raqamlarga iloqa chiqib bog'lanib so'rab olishingiz mumkin. Endi ukam lentali drabilka endi katta sifatli variantidan ko'rsating degan mijozlarimiz uchun katta variantimiz ko'rishlar mumkin. Bu drabilkamiz uzun 1,5 metrli variantidan Faysal brendidan bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Lentashiga tashlaysizlar, bemalol lenta orqali tortib maydalab beradi. Motorlari ham katta akalar, 5,5 kilovat, 5 kilovat motorlar bilan jihozlangan. Xo'p, skorslari o'zida bor akalar. Xo'p, pichoqlarni ochib ko'rsatamiz. Pichoqlari mana pechatli, original variantidan, almasni, yaltiroq variantidan bo'ladi akalar. Ko'rishlar mumkin. Shestrnalari ham, bu shestrnalari o'tni qisa olib kirib maydalab beradi akalar. Oldi tomonida mana Jaguar pichog'i orqali ham maydalab beradi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qatorli hamda pastki tomoniga ham splashnoy pichoq terilgan. Motorlari ham o'sha katta 5,5 kilovatli modelidan. Obunachilarimiz uchun bu drabilkamizni 4 million so'mdan dastavka xizmatlarini kelishilgan holatda tarqatib yuborilyapti. Pastki raqamlarga iloqaga chiqib bog'lansizlar. Bu drabilkamizni ham to'liq ma'lumotlarni beramiz. Lentalarini toraytirib, kengaytirib, bemalol metdan legirovkalarni qilib ishlatsangiz bo'laveradi akalar. Xo'p, endi bundan ham uzun
sifatliroq variantda Faysal drabilkamizni savzavod maydalaydigan variantlardan ham keldi. Ya'ni tepa tomonidan ham tashlaydigan variantlari. Bemalol savzavodlarni, makka-pakkalarni ham bemalol tepasidan tashlaydigan bo'lsalar, maydalab chiqazib bera oladi. Bu shunga moslashtirilgan eng original sifatli variantdagi drabilkamiz. 1.60 1.5 metrli chiqadigan variantidan, motorlari 5.5 kilovatli modelidan, ramalari ham qalin modelidan bo'ladi bu drabilkamizni ko'rishlar mumkin. Xo'p, pichoqlarida har bittasida pechati bor variantidan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qatorli modelidan. Buni 5 qatorli, 4 qatorli, 3 qatorli modellari ham chiqdi akalar. Bu 8 qatorli Faysal brendidan bo'ladi. Tepa tomonidan ham bemalol tashishlar, lentalagirovkalari o'zida bor. Materiallari qovurg'ali variantidan bo'ladi. Bunda ham skorslari bor. O'rta skors xalasta holatda bo'ladigan bo'lsa, lenta aylanmaydi. Skorsga soladigan bo'lsa, lenta ham, pichoq ham aylanib bera oladi akalar. Narxini obunachilarimiz uchun bu drabilkamizni narxini 4 million 500 ming so'mdan bemalol xolasizning do'konimizdan kelib xarid qilinglar. Xolasizning dastavka qildiringlar. Qanaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi akalar hamma narsaga moslashtirilgan universalniy variantda zavodskoy variantidan so'ragan mijozlarimizga ko'rishingiz mumkin. Xo'p, Chintech brendidan zavodskoy drabilkalarimizdan ham yetib kelgan. Bu drabilkamizda o't, hashi, somon, poya, don mahsulotlarni bemalol maydalab chiqazib ishlatsanglar ham bo'laveradi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qatorli butun pichoqlar bilan jihozlangan. Undan tashqari o'rtada ikkitali urib beradigan pichoqlar tayyor qo'yilgan holatda bo'ladi. Xo'p, pichoqlari ko'rishingiz mumkin. Maslinni 4 xil setkasi bor. Bemalol setkalarni almashtirib qo'yib ishlatsanglar ham bo'laveradi. Motor tomonida akalar to'shni ko'rsatib turadigan o'z datchik qismlari bor. 5.5 kilovat original motorlar bilan jihozlangan. Narxi 3 million 500 ming so'mdan bemalol kelib, to'liq ma'lumotlarni olib xarid qilishingiz mumkin. Shunaqangi drabilka oqtarib yurgan akalar tanishlarga jo'natib qo'yishni bizlar dastavkalarini akalar kelishilgan holatda butun O'zbekiston bo'ylab qilib bera olamiz. Pastdagi raqamlarga loyihaga chiqib drabilkalarimizni to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin akalar. Telefon qilib bog'lanasizlar.